Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana biz bitta ortopediya poyabzalimiz yetib keldi. Mana sifatiga baho bering. Mana yassi bo'lgan bolalar uchun oyog'iga maxsus mana balandlik qilingan ichkarida shu chuqurchani hosil qilish uchun mana toza teridan ranglari ham chiroyli dizayniga baho bering. Mana Toshkentda Panda zavoddan keladi. Uzog'i bir haftada tayyor bo'ladi. Agar sizga kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bu nima uchun kiyiladi degan savolga bolalarni oyog'i qiyshayib ketmasligi uchun, to'g'ri bo'lish uchun, mana yigit kishida shim kiyganda O-obrazli bo'lib xunuk ko'rinmasligi, tizzalari keyin bir-biriga yugurganda tegib yiqilmasligi uchun, oyog'i to'g'ri rivojlanishi uchun albatta ortopediya poyabzal kiyish kerak. Suyagi qotguncha kiyiladi bu. Bu operatsiyani oldini oladi, ya'ni to'g'ri rivojlangandan keyin bola operatsiya qilinmaydi. Hozir mana oyoqda turishini ko'ramiz. Qani, bolam kiyib ko'ringchi buni. Yoqdimi? Keling, yordam bering. Keling. Bunisini ham keyin. Ilmikroqqa kiyib o'tiring. Keyin katta joyga keling. Yurib ko'ring. Qo'l bo'lsin.